Gullarim bu ikki xil variantda chiqarilgan. Birinchisi mana shunaqa fason, birinchisi narigi oqli fason, keyingisi bunaqa fason. Ko'rasizlarmi, o'sha 6 oyligacha o'sha buyoqlari oq, o'sha yurishda, emgalashda o'rganganlarga buyoqlari korичневый. Tak, bu 1,5-2 yoshlarga tushadi. Qizg'il, umuman tanlamaydigan shunaqa botik. Mana orqalari shunaqa bo'ladi, shortikli, полный xb qizlar. Mana bozorda ham 80 ming so'm, 55 ming so'm, 60 ming so'm sotishyapti. Maza qilib olinglar. Undan keyingilari mana shunaqa go'zal, yumshoqqina botikcha. Полный xb hamma yo'g'i. Tak. Bu nechi razmerida? Bu 73 razmerida. Mana shunaqa botik. Полный hamma yo'g'i xb qizlar. Juda ham chiroyli. Keyin masalan gullarim bo'jim juda ham ko'p edi. Donaga ham rosa ham ko'p olishdi. O'zimiz chaqalog'imizga ham oldik. Va shu qolganlari shunaqa bor. Bu o'g'il bolaga tushadi qizlar mana. Qiz bolaga yegizsa ham bo'laveradi. Bu malutka bu qizlar. Mana yozga tug'adiganlar bo'lsa bemalol olsanglar bo'ladi. Mana orqalari ham shunaqa oppoqqina. Ambiyog'i shunaqa risonkali mana Xitoy qizlar xb hamma yo'g'i xb. Keyin gullarim buni qaranglar, qanaqa asalligini. Вообще zo'r, shuna shirin chekan ishoninglar, shunaqa yaxshi ko'rdim. Mana необычно turadi-da, ishonasizlarmi? Полный xb. Qizg'il kiysa ham bemalol bo'ladi. Bojik qaranglar, o'sha birkalardan ham bilsanglar bo'ladi. Qanaqa originalniy narsa qizlar. Ana haqiqiy Xitoy. Birinchi sortlari. Juda ham chiroyli. Gapirsam, Erjonim menga qarab kulib turuvlar, bitta mayt etlaringda. Gapim tugatalmadim. To'g'risi yashil tagiga qildim. Endi men bittaman bir dahoman demayman-ku. Просто hamma shuna bo'lib ketdi. Keyin mashnaqa qilgim keldi endi. Endi bu brend bir narsa magazinlar shunaqalik qiladi-yu, bunaqa kilolilar. Hech pastga tushing o'g'lim, yuguring. Buvezga. Chaqiring buvezi. Keyin mana shunaqa Короче, kilolilar hali qolishmagan bunaqa, hali ichlarida ko'rmaganman. Imенно mehr berib rasm olishgan. Mana shunaqa go'zallik. Полный xb. Gullarim undan keyingi narsani qaranglar, qanaqa chiroyliligini. Prям Gucci modeli, o'tgan yili mana shu modelda voyenniga o'xshagan nimasi chiqqan, maytlari, bunaqa joylari voyenniy shortiga ham tipo voyenniga o'xshagan modeli chiqqandi. Hozir bu juda ham qaranglar, shortiklari ham o'zkiroq qilib ishlangan полный kiyim xb. Umuman ana sintetikasi yo'q. Xudo xolasa behijol materiallari juda ham ajoyib. Mana 3 yoshlardan boshlangan razmer 6 yoshlargacha bemalol tushadi. Narxlari juda ham super qizlar. Umuman kачестволariga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Juda ham ideal bo'lib, chiroyli bo'lib did bilan ishlangan. Gullarim sizlarga eng zo'r, eng sifatlisini ilinaman. Gullarim qaranglarligimda kecha kunda simbolisini olib kelgandim. Endi mana Mickey Mouse'lisi. Mana shunaqa go'zallik. Qaranglar, buni eng kichkinasi mana 3 yoshdan boshlab tushadi. Qiz o'g'ilga bemalol kiydirsanglar bo'ladi. Bu qizlar Zaradan o'tgan safaram olib kelgandim-ku, simbolaman. Gullarim bitta narsaga e'tibor berib qo'yinglar, rangi o'chmaydi, chiqmaydi. Также ko'p Xitoyda mana bunaqa shortiga bunaqa sintetika bo'ladi-da, sintetkalisi bo'ladi. Keyin bitta boshqacha materialisi bo'ladi, unisi ham yaxshi. Keyin sintetkalisi bo'ladi, unisi bo'lmaydi. Keyin mana bu xblisi qizlar. Birinchi sorti bilan ikkinchi sorti zo'r chiqqan. Ikkinchi sortini ham futbolkasi xuddi shu bo'ladi, shortiga jicha boshqacha material bo'ladi, tak u ham zo'r. Lekin bu xblisi полный qizlar, xb bo'lib mana arzonga o'xshab turadigan xb, bas полный xb qizlar, materiallari va zo'r, kачестволari behijolat, xudo xolasa. Bu 90 razmer ekan, bu balshimerroq ekan. 2 yoshdan deb yurdim, tak 3 yoshga ham tushadiganiga o'xshab turibdi. Do'mboqcha bo'lsa bo'linglar, bemalol 2 yoshga tushadi. Naqaga? 2 yoshga tushadi, yo'q, noziro desanglar 3 yoshga ham bemalol tushadi. Narxlarni yozib qo'ydim. Bir pachkadan bor xolos.
Gullarim rosa ichlang qizib o'tiribsizlarmi? Sana adminkalar va qaqa ketdikmi? Talabdan nima qildikmi deb. Rosa qiziq-ku. Tavba, hayron qolib ketibman borib, voy ana Marg'ilonli, men o'zi asli Marg'ilonliman-da. Ana Marg'ilonli kelibdi, u bo'pti-ku. Jinnimi sizlar, tavba deb ahamiyat bermadim. Xullas kalom tavarga o'tamiz. Bugunchi hamma optimimni yig'dim. Zo'r qilib, asar qilib, to'liq qilib optimlarimni yig'dim, faqat o'zimga uncha ortmay qoldim. Lekin atakslarga ham chiroyli narsalar yetkazib keldim. Xudoga shukr, mana bor. Hamma narsadan to'liq bir pachkadan bo'lsa ham, endi bir nimachalar bor, xudo xolasa. Mana qaranglar. Astal mashina, tevapasi xaba qizlar. Umuman sinchetka bas. Xitoy originalniy birinchi sorti mana. Behijolat. Undan keyin qizlar mana bunaqa asal tashlaysiz. Qizlar buni o'tgan safar qoramdan shipochkalisdan olib keldim. O'shandan ham bor ekan. Optimal deganlarga berib o'zimga yetkazolmay qolsam deylar. Mayli, mashinasidan bo'lsa ham bor. Mana qaranglar, tigrovoy shortik oldilaringni, o'shanga moslab olsanglar ham bo'ladiganidan. Shunaqa asal va shokoladlaridan. Qaranglar, qanaqa zo'r. Xullas kачествоsi ko'p, anaqa kommentariya bermasam o'zi zo'r etak. Bu 160, lekin malamer ekan. Bu где-то bir 5 yoshlarga tushadigan. Ular undan keyingisi mana shunaqa tim qora bo'lgan. O'zini mana shunaqa atreskalari bilan mana. Juda ham chiroyli. Kilotdaylari. O'zini tepasiga shunaqa futbolchkasi. Qorasidan ham bor qizlar buni. Keyin mana shunaqa rasvetkasidan ham bor. 2 xil rasvetkasi bor. Razmerlari bir razmer anaqa katta. Bu 120 razmeri 5 yoshga tushadi. 130 yoshga ketaveradi.